Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangi Kuch mahallasidan syomka qilyapmiz. Bu syomkamizdan maqsad mana bu yerda bir akamiz bor ekan, jigar seryoz bo'lib qolgan ekan. Shunga noilojligidan, majburligidan murojaat qilganda, kelib hozir qisqacha ko'rsatishga harakat qilamiz. Endi nima deydi, operatsiyasiga imkoniyati yetmayotgan ekan, operatsiya qilish kerak ekan. Shunga sizlardan nima deydi, xalqimizdan yordam so'rab chiqayotgan joyi. Assalomu alaykum. Ahli musulmon xalqi. Sog' salomatmisizlar. Avval hammani sog'likda ko'rishlik nasib aylasin. Biz bu murojaatni bilaman. Asli Alloh hech kimga bunday murojaatni ravo ko'rmasin. Hech kimga ravo ko'rmayman. Shu kunga tushib sizga murojaat qilishimdan sabab ro'za mana shunday buyuk Allohning inoyati bo'lgan Ramazon oylariga hech qachon pesh yoshim xohlamagandim shunday kunlarga tushaman deb tasodifan xo'jayinim masasi qochib pishib boshladi. Qo'yarga qo'ymay shifoxonaga olib bordim. Olib borsak qon tahlillari natijalari yaxshi chiqmadi. O'zlariga bildirmayman, bugun aytishga majbur bo'lyapman. 20 kundan beri shifoxonada edilar, bugun olib chiqdik. Uyga ozgina dam olsin deb sizlarga murojaatim. Yaxshi insonlar ozgina ehson qilib bizga qarashsalaring. Jigar serozga aylanib ketgan ekan, jigar ishdan chiqib qurib. Hech kimga tushmayotgach hech kimga bildirmay yurgandim. Og'aynilarga ham, aka-ukalarga ham, lekin bugun bildirishga majburman. İmkoniyatim qolmadi. Allohdan boshqa. Biz bir sababchi, siz bir sababchi. İmkon bo'lsa, ehson qilsalaring. Xo'jayinimni vrachlar so'nggi tashxis jigar ko'chirish transplantatsiyasi deyapti. Shu amaliyotni o'tasang 3 nafar farzandim bor. Hech qachon Allohdan men so'ramasdim birovdan bir narsa qarzga. İlojsiz shu bolalarim boshiga otasi sog' bo'lsin deb ilojsiz so'rayapman. Hurmatli kuzatuvchilar, qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qildim. Kimdir 5 ming, kimdir 10 ming, nima deydi, son qilsalaring shu ulg'aygan kunlarda yaxshi ish bo'lgan bo'lardi. Hozir hurmatli vatandoshlar, mana Ramazon oylariga qo'ldan kelgancha ehson qilinglar. Shu insonni, akamni farzandlarini boshiga sog' omon asrab qolish uchun yordamlaringni ayamanglar. Oldindan rahmat hammaga. hurmatli kuzatuvchilar, shu bemor akamizni karta raqami bilan telefon nomerlarini shu videoni tagiga qo'yib ketamiz. Chiqib gaplashib ko'rishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.